Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari va chorvadorlar, okalar. Marg'ilondamidingiz aka? Marg'ilondan Kozim akamizni mana bugun inshaalloh ishxonamizga taklif qilib, ana shu bundan oldingi videolarda va'da qilingan sovg'alarni berib yuboryapmiz. Avvalo akamizga savolimiz, Kozimxon aka, Marg'ilon xalqi, Marg'ilondagi yashaydigan chorvadorlar Novamixdan mamnunmi, minnatdormi? Avvalo assalomu alaykum. Xo'p, Novamix chorva hayvonlar va parrandalar uchun mineral vitamin qo'shimcha mahsulotlari shu akalarimiz ishlab chiqarishadi. Bu mahsulotni samaradorligi biz misol shuncha xaridorga sotayotgan bo'lsak, shunaqangi savdolar qilayotgan bo'lsak, bitta bir klientdan norozilik yo'q. Yana qaytib kelib haligindan deyapti. Buni nomini singdira olmayapmiz ularga. Alhamdulillah. Shuni nomini ham agar singdirsak, Novamix shu Namanganda ishlab chiqariladi desak, keyin uni yana boshqa do'konlar ham to'g'ri tavsiyalar bilan faqat mana uni o'zi bas o'sha komplekt qilib berishdi, kompleksni yo'lga qo'ysak, xudo xolasa bundan keyin ham yaxshi natijaga erishamiz. Hozircha ham yomon emas. Endi yomon emas, zo'r. Bundan keyin ham xudo xolasa shuni ustida qattiq ishlab, ham jihatlikda, ham fikrlikda xudo xolasa harakatlarimizni tashkillashtirsak. Katta rahmat. Inshaalloh bo'lolmadik, ming bor uzr aka. O'zimizdan bor berishimiz kerak edi. Ha, o'zimizga ham bitta nimada ishimiz bor edi. Katta rahmat aka. Tan joyingiz sog' bo'lsin, hamkorligimiz abadiy bo'lsin. Yurtimizga, xalqimizga mana shunday xolis xizmatlarni qilib, inshaalloh yurtimizni, xalqimizni duosini olib yurish barchamizga nasib qilsin. Novamix aytganimizdek chorvangizga baraka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sovg'alarni topshirdik mana. Katta rahmat. Salomat bo'ling aka. Kozim aka, salomat bo'ling. Salomat bo'lasiz. Salomat bo'ling.